kalat narxga 2 xona 3 xona qilingan uy topib qo'ydim o'rtoqlar sizlarga. Ulgurib qolinglar, bunaqa arzon narxga buncha-bunchaga uylar chiqavermaydi. Hozir birma-bir xonalarimizni ko'rsataman. Lokatsiyasi ham zo'r. Har taraflama qulay. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Lokatsiyasi bilan narxini tushuntirib o'taman. Hozir birma-bir mana xonalarimiz, bu kattagina mana bitta zalimiz bo'ladi o'rtoqlar mana. Chotki ideal holatda turibdi. Hop, oshxonani detskiy xona qilib qo'yganlar mana bitta. Bu ham chiroyligina qilib remont qilib qo'ygan ekanlar. Hop, oshxonamiz balkonga chiqarilgan mana. Mana shunaqa holatda, bu ham ochiq turibdi. Hop, zaldan kattalarimiz yotoqxonasi mana bu mana. Hamma mebel texnikasi bor ekan. Yana gaplashib olasizlar, olib ketiladigan narsalar bor ekan. O'zlaringiz kelishib olasizlar o'rtoqlar. Egalari bilan bu sanuzlarimiz bo'ladi mana. Vannamiz ham ideal holatda turibdi. Hop, keyingisi hojatxonamiz bo'ladi. Bu ham chiroyli holatda, podizdan va kirush prixoshkamiz. Eshiklarni ham yaxshisidan qo'yib qo'ygan ekanlar. O'rtoqlar, ulgurib qoladigan joyi, lokatsiyasi Chilonzor 13-kvartal, 25-dom, 4 etajli dommi, 4-etaji, 2 xona mana 3 xona qilib qo'yilgan uyimiz. Narxi srochniga ulgurib qoladigan joyi 57.500 deb turibmiz. Pastda nomerlarni qo'yaman, telefon qilsanglar. Ustida yana ozgina gaplashiladigan joyi bor. Ulgurib qolinglar o'rtoqlar. Xohlasanglar naqdga olinglar, xohlasanglar ipotekaga olinglar. Mana bu uyda qoladigan narsalarni, olib ketadigan narsalarni o'zlaringiz kelishib olasizlar. O'rtoqlar, bizani qolmaslik uchun Valiq Reality ga obuna bo'lamiz. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar.